Assalamu alaykum ko'rurman do'stlar. Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasiga xush keldinglar. Ekraninglarda Gulchehra sizlar bilan birga. Növbətdə Amerikadan Uyg'urlar uchun ochilgan bu ko'znikimizla emas, xalqarodagi ko'plagan axborotlarda Urumchi shahri qaytadan diqqat nuqtasiga aylandi. Mana bugungi dasturimizmi buningdan dal 1 yil avval yuzlagan chet el axborotlarini o'ziga tatgan Xitoy hukumatini 100 minglab askar ham qurolli saqchi yetkashga va 1 yilga yaqin internetni qamal qilishga majbur qilgan matbuotlarda Uyg'urlarning yaqinqi zamon tarixidagi eng zo'r voqea deb ta'riflanayotgan 5-iyul Urumchi voqeasiga bag'ishlanadi. Minglagan Uyg'ur oliy maktab o'quvchilari va yoshlardan tashkillangan namoyishchilar Xitoy hukumatining milliy siyosatidagi barobarsizlik va milliy kamsitishiga qarshi norozilik namoyishi olib borgan. Halbuki Uyg'urlarning Xitoy bayrog'ini ko'tarib turib, tinchlik bilan olib borgan namoyishi qattiq bostirilgandan keyin namoyish yerlik Uyg'urlar bilan Xitoy ko'chmanlari orasidagi o'tkir milliy to'qinishga aylandi. Xitoy axborotlarida 2009-yili 5-iyul kuni Urumchidagi mazkur voqeada 197 odamning o'lganligi, yaralanganlarning bo'lsa 1700 dan oshganligi bildirildi. Uyg'ur Abdunum rayonlik hukumat 2009-yili 4-avgust maxsus bayonot e'lon qilib, voqeada o'lgan 156 kishining begunoh fuqarolar, ichida 134 nafar Xitoy, 11 nafar Tungan, 10 nafar Uyg'ur dedi. Shundaqla 12 odamning saqchilar tarafidan etib o'ldirilganligini, 1500 odamni qo'lga olganligini e'lon qildi. Xitoy hukumatı rayonda tarixdan buyongi eng qattiq harbiy holat yurgizdi. Internet ham telefon aloqasi taqaldi. Xitoy hukumatining voqea haqida e'lon qilgan mazkur sonliq ma'lumoti dunyo matbuotida yanala gumonliq sonlar bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi bayonotchisi Dilshod Rashid voqeada o'lganlarning 1000 dan oshadiganligi, Sharq Turkiston miqyosida qo'lga ilinganlarning bo'lsa 10 mingdan oshadiganligini, halbuki Xitoy tarafidan intayin jiddiy maxfiy tutilayotgan bu uchurlar bilan ta'minlaguvchining hayotiy bexatarligini o'ylab, tutilganlarning ism familiyasini hozircha oshkorlay olmaydiganligini ta'kidladi. Undaqda Uyg'urlarni, Xitoyni, shundaqla dunyoni silkigan 5-iyul Urumchi voqeasining sababi nima? Voqeaning portlash sababini izlash uchun ko'znikimizni Urumchidan necha ming chaqirim yiroqqa joylashgan Guangdong o'lkasi Shaoguan Shuri o'yinchiq zavodiga yetkazishga to'g'ri keladi. 5-iyul Urumchi voqeasi yuz berishidan 10 kun ilgari, ya'ni 26-iyun kuni Guangdong vaqti sahar soat 2da mazkur zavodda Qashqa 9 kelib ishlayotgan 819 nafar Uyg'ur yoshlari 2000 ga yaqin Xitoy ishchilarining rayimsizlarcha hujumiga uchirdi. Xitoy axborotlariga asoslanganda Xitoy ishchilar Uyg'ur ishchilarining yotqiga bostirib kirib, Hashimjon Ahmad va Sodiqjon G'azi ismli 2 Uyg'urni urib o'ldirgan. Xitoy ishchilar hatto Uyg'urlarga qaratgan bu qonliq irqiy hujumni tomosha qilib, begunoh Uyg'urlarni rayimsizlarcha urish, dafsanda qilish, o'ldirish jarayonlarini suratga olib, Xitoy miqyosida Uyg'urlarga qarshi irqiy hujum qo'zg'ash tashabbusini olgan bayonlar bilan bu suratlarni tor betlariga oshkor qo'ydi. Ammo ular o'ch elish yo'lini tanlamadi. Hukumatning voqeani odil bir taraf qilishni sabr bilan kutdi. Ammo Xitoy hukumatı bo'libmi Uyg'ur Abdunum rayoni doiralarining voqeaga nisbatan tutgan parvosiz, mansitmaslik pozitsiyasi Uyg'urlarni texim g'azabga keltirdi. Chunki mazkur voqea garchi butun dunyodagi asosiy hurriyat ham xalqaro matbuotlarni cho'chitgan qonliq voqea bo'lsa-mu, lekin Xitoy hukumatı mazkur qonliq voqeani mumkin qadar Uyg'ur xalqidan yo'shirishga urindi. Shaogandagi Uyg'ur ishchilarni jiddiy yo'tkab, Shaogan haqidagi uchurlarni qamal qilish bilan tang matbuotlarning ko'zga cheliqmaydigan bulonlarda faqat Guangdongda Uyg'ur ishchilar bilan Xitoy ishchilar o'tirsida
to'qinish yuz berdi deb xabar e'lon qildi. Xitoyning mavjud milliy masalalarni hal qilish o'rniga yo'shirishi, bostirishi sababidan oxiri 2009 yili 7 oyning 5 kuni Urumchidagi Uyg'ur yoshlari hukumatning Shaugan voqeasini adil bartaraf qilishini talab qilish, Uyg'urlarning nomratligi, ishsizligi, arzon emgak kuchi sifatida Xitoy o'lkalariga majburiy yo'tkilishi, shundaqla ig'ir milliy kamsitishlarga norozilik bildirib namoyishga chiqdi. Shundaqla hukumatning saqchi ham harbiy kuchi bilan namoyishchilarni qattiq bostirishi natijasida mazkur namoyish 10 minglarcha odam qatnashgan to'qinishga taraqqiy qildi. Tez orada namoyish ham to'qinishning yonfonda tortilgan suratlari to'rbatlarga qo'yilib, dunyoga oshkorlandi. Xalqarалық axborotlarda Shaugan voqeasi 2009 yili dunyoda yuz bergan 10 cho'ng voqeaning biri deb anga ilinib, 5 iyul Urumchi voqeasining portlashiga sabab bo'lgan voqea deb qaralmoqda.